20 yoshingizda hayot shunday tuyulishi mumkin. Siz poygada ortda qolyapsiz. Bu siz birinchi o'yinchi va bu siz o'z hayotingizni solishtirayotgan kishi, ikkinchi o'yinchi. U sizdan biroz oldinda, ehtimol siz bo'lishni xohlagan joyda. Siz unga qarab o'ylaysiz: "Vau, uning hayoti shunchalik zo'r. Qani mening ham shunday bo'lsa edi." Endi poygaga uchinchi o'yinchi kiradi. U endi boshladi va hayot uni biroz qiynab qo'ygan. U siz bilan o'rnini almashtirish uchun hamma narsaga tayyor. Biz shuncha vaqtimizni o'zimizni boshqalar bilan solishtirishga, ko'proq narsani xohlashga va ortda qolganimizni o'ylashga sarflaymiz. Xuddi boshqalarning hayoti ko'ringani kabi zo'rdek. Lekin hozir qarashlarni o'zgartiramiz. Vaziyatga biroz uzoqroqdan qaraymiz. Mana shu sizga ko'rinmayotgan haqiqiy poyga. Haqiqat shuki, poyga yo'q. Har birimiz alohida yo'ldamiz va ba'zida ular kesishadi. Sizning oldingizdagi odamning hayoti mukammal emas, faqat u sizdan boshqa yo'lda, orqadagisi ham. Hayotingizdagi rivojlanish hech kimga yetib olishga bog'liq emas. Bu shunchaki navbatdagi qadamingizni qo'yish, albatta o'z yo'lingizda. Har bir kichik qadam, har bir o'rganilgan dars va har bir urinish sizni faqat o'zingizga yaqinlashtiradi. O'z yo'lingizga fokus qiling va har bir qadamni qadrlang.